Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bilamizki, Olimpiada saytiga o'quvchilarni kiritish haqida topshiriq berilgan edi. Ya'ni buni ro'yxatdan o'tishni birma-bir tushuntirib o'tmoqchiman. Bilamizki, gruppaga videolar tashaldi ketma-ketlikda. Shu videolarni umumiy holatda qanday ko'rinishda bo'lishini bitta tushuntirib o'tmoqchiman. Agar kimgadir foydali bo'ladigan bo'lsa, xursandman. Avvalo mana saytga kirdik. Mana saytning ko'rinishi. OneID bo'limiga o'tamizda OneID orqali kirish qilamiz. Bu yerda men o'zimni demak login parolim shuni eslatib o'tmoqchimanki, o'sha olimpiadaga o'quvchi etadigan o'qituvchini MyGo.uzdan o'sha OneID dan login paroli bo'lishi shart. Mana login parolim mani kiritish qilamiz. Shaxsiy kabinetga kirganimizdan keyin mana ma'lumotlarimiz kelib chiqadi. Bo'ldi. Bir marta birinchi o'rinda o'qituvchi, o'sha o'quvchini etish kerak bo'lgan o'qituvchi bir marta kirishi kerak. Mana foydalanuvchi biriktirish, mana bu yerda bitta o'quvchi demak tasdiqlangan men tomonimdan. Shaxsiy kabinetga qaraydigan bo'lsak, mana hech narsa yo'q, ma'lumotlarimiz turibdi va endi bundan chiqish qilamiz. Keyingi o'rinda ro'yxatdan o'tish. Fuqarolik pasportini o'rniga, misol uchun olaylik 9-sinfda hali pasport yo'q. JSHRni tanlaymiz. Bizga JSHR kerak bo'ladi. Mana oldindan men unaqa Excel formatda fayllarni saqlab qo'yganman. E'tibor bersangiz mana bu yerda PNFL ya'ni JSHR raqamlari bor. Qaysi o'quvchi boradi shuni tanlaymiz. Filtrga qo'yib, misol uchun 9D sinf. Tugmasi bizga Amrullayeva Mashhura kerak. Mana demak Amrullayeva Mashhura. Buni 14 talik raqamni olamiz. Bu yerga tashlaymiz. Demak, buni tug'ilgan yili 02.02.2010 yil ekan. Mana bu yerda bor edi mana. 02.02.2010 yil. Yozamiz 02.02.2010. Endi bunga login odatda o'quvchining ism familiyasini yozyapmiz. Misol uchun Amrullayeva pastki chiziqcha Mashhura. Qaraymiz. Demak, JSHR kiritdik, tug'ilgan yili, o'quvchini logini va parol. Parolga o'zimiz parol qo'yishimiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish. Saqlash qilib qo'yaylik. Demak, muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi e'tibor beramiz, mana bu yerda paydo bo'ladi Amrullayeva Mashhura. Loginni bosamiz. Demak, shaxsiy kabinetga kirdik. Foydalanuvchi biriktirish bo'limiga o'tamiz. Mana barchasi qabul qilingan, yuborilgan. Hali bu yangi o'quvchi. Yaratish tugmasini bosamiz va qarindoshlik darajasida mentor, fanlar ro'yxatidan informatika, tanladik. O'qituvchini JSHR kerak. Tug'ilgan sanasi. Demak, o'qituvchini JSHR, tug'ilgan yili, sanasi va qidiruv. Demak, mana ism familiyasi chiqib keldi, ma'lumotlari, bu o'zimning ism familiyam ma'lumotlarim va taklif yuborishni bir marta bosamiz. Demak, taklif yuborildi. Endi bu saytdan chiqamiz. Qaytib OneID orqali kirib, o'qituvchi sifatida kiramiz endi. Demak, mana kirdi. Endi foydalanuvchi biriktirishga kirganimizda bu tasdiqlangan, mana oldin tasdiqlangani va hozir yangi yuborilgani bor. Ko'rishni bosamiz. Haqiqatan shu to'g'ri va tasdiqlash. Bo'ldi. Endi yana xuddi shuna ketma-ketlikda bu profildan chiqamiz. O'qituvchi ya'ni profilidan. Yana qaytib o'quvchini login paroli bilan kiramiz. Va foydalanuvchi biriktirishga o'tsak, mana tasdiqlangan turibdi, mana ko'rishimiz mumkin. Mana mentor o'qituvchi tayyorlandi. Endi olimpiadalar bo'limiga o'tamiz. Mana qaysi olimpiadalar bor? Hammasi bor.
Bu yerdan informatikani qidiramiz. Mana informatika tuman bosqichi 9-sinf. Ariza yuborish. Imtihon tili o'zbek. Asosiy olimpiada tuman bosqichi sinfi qachon bo'lishi, demak, mentori mana bu yerda o'quvchini o'zi, xo'sh, bu yerda maktab direktori ariza yuborish. Xo'sh, demak, xatolik berdi, hozir qaraymiz. Xatolik user image cannot be null. Okay. Demak, user image degani mana shu foydalanuvchini rasm haqida gap ketyapti. Shaxsiy kabinetga qaraymiz. Rasmni almashtirish. Endi bitta rasm qo'yishimiz mumkin. Ixtiyoriy misol uchun olaylik. Endi hozir menda o'quvchini demak nimasi yo'q, rasmi yo'q. Demak, mana shu rasmni saqlanib qilib olaylik. Demak, bu bo'lmas ekan, bu rasm. Tak, bunisi-chi. Mana bo'lar ekan, image. Rasm joylashtiramiz. Sinab ko'ramiz qani. Qay darajada amalga oshadi. Yana olimpiada bo'limiga o'tamiz. Informatika ariza yuborish. Tilni tanlaymiz, o'zbek. Va ariza yuborish. Mana demak, arizamiz yuborildi. Amrulay Mashhura direktori, demak, tuman bosqichi va hamma ma'lumotlar bilan to'g'ri bo'ldi. Demak, yuqoridagi xatolik chiqadigan bo'lsak, image cannot be null degani, ya'ni o'quvchini o'sha rasmini bu yerda joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ana shundan ketma-ketlikda yuborishimiz mumkin. Mana olimpiadalar bo'limiga, arizalar bo'limiga o'tsak, demak, o'quvchi yuborilgan. Bundan yana chiqish qilamiz. Tekshirib ko'rish uchun OneID orqali o'zimiz kirib ko'rishimiz mumkin. Foydalanuvchi biriktirishga kirsak, demak ikkita o'quvchi turibdi ma'lumotlari. Mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar qandaydir xatoliklar, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr.